1, 2, 3. Bor yo'qoladi. Da qayerga desanglar, ruchkani qopqog'iga. Qanaqa sig'di deb o'ylashinglar mumkin. Bolalar, bu shunaqa sig'ib ketadigan bor. Ana endi ikkinchi marta sekin qilaman. Ruchkani ana endi ikkinchi marta qilaman. Diqqat bilan ko'rib turasizlar. 1, 2, 3. Oy. Oy. Oy oy oy. Oy. Da qulog'imda ruchka bor yo'qolmadi. Bu chalg'ituvchi manevr edi. Double kill deyiladi. Ya'ni tirs ikki marta to'ldirib qo'yadi. Mana mana shunaqa fokus hisoblanadi bu. Endi fokusni qara. Agar ilosam like qiling. Maras boss. Hop bolalar. Bor yo'g'i bitta bor va ruchkani olasizlar, fokus sekretiga tayyorsizlar, bilaman. Diqqat bilan ko'ringlar. Borni chap qo'lingizga qo'yasizlar, o'ng qo'lingizga ruchka. 1, 2, 3 deb sanayotgan paytingizda otib ilib olasizlar o'ng qo'linglar bilan. Qatta desa ruchkani qopqog'ida, ruchkani qopqog'ini silkitayotgan paytingizda o'ng qo'linglar bilan tashlab olasizlar. Как будто bu effekt beradi. Ruchkani qopqog'idan chiqib kelganda, qopqoq bam. Ikkinchi marta ko'rsataman deysizlar. Уже odamning vnimaniyasi bor yo'qolishda bo'ladi. Oddiy bo'lsa ham sizlar bor yo'qotdinglar. Ana endi ikkinchi marta ko'rsataman deysizlar. Birinchisida bundoq yo'qotgan bo'lsanglar, уже bor yo'qoldi. Odamning vnimaniyasi borda, hozir yana bor yo'qoladi. Voy deb siqilib turgan paytda sizlar unga pismig'ona yo'l qilasizlar. Mana bor turibdi. 1, 2 hammaning vnimaniyasi mana shu ladoshkalarda borda. 1, 2, 3 deb sanayotgan paytingizda 3-marta ruchkani ko'tarasizlar. Ana o'shanda qulog'iga mana shunday qilib tiqib olasizlar-da. 3 deb tushirasizlar qo'linglarni. Va qo'lingizda ruchka yo'q. Odamning miyasida apokalipsis boshlanadi. Qaqqa ketdi ruchkada. Ya'ni o'sha paytda sal bundoq turib qilsanglar bu fokusni, keyin bundoq qaraysizlar, bo'ldi odam tugaydi o'zi. Qanaqa qilib chiqib qoldi ruchka. Da buni balkim kamerada sizlarga full ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Agar individual odam bilan prям taxtaga o'xshab emasda, tez gapirib, texnikalarni ko'rsatib qiladigan bo'lsanglar, bu juda ham effektli fokus. Bitta narsani eslab qolinglar. Fokusni oson qiyini yo'q, faqatgina insonga yetkazib berish bor. Agar tajribalarni shunchalik ko'p ko'tarsanglar, mana shu oddiy fokuslar bilan ham odamni bemalol hayron qoldirsanglar bo'ladi.